Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Nuriddin Ergashev kanalimda ko'rib turganimni xursandman. Do'stlar, bugun ozgan kishilarda, ya'ni navbatdagi intervyuni oldik. O'tgan kuni bundan 2-3 kun oldin Rasul akadan intervyu olgandik. Bugun esa Asadbekdan intervyu oldik. Xudo xolasa bugun mana shu intervyuni sizlarga havola qilaman. Qanaqa qilib ozgan, ya'ni Asadbek 3,5 oyda 39 kilogramga ozdi. Nimalarga e'tibor berdi, nimalar yedi, mana shular haqida so'raganman do'stlar. Juda ham qiziq bo'ldi suhbatimiz, xudo xolasa. Hozir ko'ringlar do'stlar, qanaqa qilib 39 kilogramga ozgan, nimalarga e'tibor bergan, mana shularni bilasizlar. Ya'ni qaysidir ma'noda sizlarga juda ham yaxshi motivatsiya bo'ladi, xudo xolasa. Bilasizlar, o'zimning shogirdim, men 30 kilogramga ozgan bo'lsam, u 39 kilogramga ozdi, ya'ni. Hozir suhbatni eshitasizlar. Bitta like bosinglar do'stlar. Kanalimga obuna bo'linglar. Xudo xolasa YouTube'da ham juda ham ko'p videolarim bor do'stlar. Do'stlar, unda videoni ko'ramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ishlar zo'rmi ukam? Savollaringiz yaxshimi? Salgina balandroq qilamiz ovozni. Tinchimsiz, charchamayapsiz? Rahmat. Rahmat. Ukajon, bir 5-6 ta savolimiz bo'ladi, qisqaroq. Rahmat. Bemalol. Rahmat. Siz masalan ozishlikni qachondan boshladingiz? Internetdan mayda roliklar ko'rgan, keyin Xitoylar, koreyslar yo'li. Keyin bir o'zbek ayollar bor ekanda, o'sha ham qaragan edi, grechkali deb. Keyin ichidan sizni videosi chiqib keldi. Ularniki uncha sizniki soddaroq, oson, oddiy narsalardan masalan yeysiz. Endi shu bo'ladi ekanda, o'shani qilib ketdim. Allohga shukr, shu darajaga keldi. Hozir keldik. Sizni videolaringizda boshqachada, bunday olganda sodda. Barakalla. Shu qaysi endi bizni videoni o'sha grechka videodan boshlagansiz ko'rishdi. Grechka video. Grechka deb yozgan edim. Avvalroq ko'rgandim, grechkadan qanday o'tadi ekan degan. Hozir endi mana shuni tayyorlaganim, hozir 1 sekund shu odamlarga ham ko'rsatib ketamiz. Ya'ni yangilar ko'rishi mumkin bizni. Do'stlar, hozir video syomka ketyapti-yu. Hozir mana shuncha videomiz bor do'stlar. Hozir pastroqqa tushamiz. Orqangizda kompyuter turibdi. Ertaga xudo xolasa efirda ko'rasiz. Internetga chiqqanda bu video ko'rasiz. Hozir demak ko'rsatib ketmoqchiman. Shunday, hozir qaysi videodan siz boshlab ko'rgansiz? Hozir bizni agar yangitdan boshlab ko'rsa insonlar, qaysi videodan boshlab ko'rsa, demak tushunaman. Mana do'stlar, mana bu hozir siz Asadbekni bu yoqqa suramizda. Demak, previewda mana shu tak. Demak, hozir mana uni X qilamiz. Demak, do'stlar, mana shu videoni ko'rib boshlagan. Mana grechka bilan oson va tez ozish. Undan keyin videolar chiqib kelgan, mana shundan boshlab ko'rsangiz, mana shundan yuqoriga chiqib ko'rib borsangiz, inshaalloh hammasi tushunarli bo'ladi. Mana shu yigit ham eslayman, ko'p jonli efirlarda qatnashardi. Aytardiki, men ko'p anaqa yeb qo'yapman deb. Mana shu klaviaturani shunday olib qo'yayim, yo'q, hozircha bu kerak emas klaviatura. Xo'p, bu yoqqa qo'yamiz. Mana endi boshlaymiz. Intervyumizni davom qilamiz inshaalloh. Xo'p, keyin o'sha videoni ko'rdingiz, ha? Davomiy bo'lib ketaverdi. Ko'rdim. Uje bir kun, 2 kun qildim, boshqa yana qila olmadim, keyin boshlab ketdim-da. Uje sal ham bo'lsa 21 kun yo 20 kundan keyin uje o'zimga bilindi-da, chesvit qildim. Qanday bo'lishida. Keyin shu ketdim. Keyin bu shu obunachilardan iltimos qilib shu marafonga qo'shilsa ekan, zo'r ekan-da. Chunki marafonda to'g'ri hammasiga toshna javob olasiz ekan. Men qo'shildim. O'shandan gohida shu ba'zilarda 1 kilo 100 gram, 50 gram tashlagan kunim ham bo'ldi. Shunday. O'tgan kuni Rasul akadan so'radimda, siz ozishligingizga nima turtki bo'ldi? Ya'ni bir narsa turtki bo'ladi, bir narsadan rosa qiynalib ketadi. Odam, meni hozir bizni kuzatayotgan kishilar ozishlikdan real hamma qiynalgan. Masalan, nima bir xil nima qiynaydi-da. Endi ko'plab semiz insonlar ozishlikni o'ylamaydi-da. Masalan, millionlab insonlar bor. Masalan, yarim o'ylasa, yarim ozishlik haqida o'ylamaydi. O'tgan kuni shu haqida Rasul akaga savol berdim. Sizni nima turtki bo'ldi shu ozishlikni maqsad qilishingizga? Ya'ni ayrim insonlar ham yuribdi-ku, ozishlik haqida o'ylamaydi. Ularga nimadir turtki bo'lmaydimi, nimadir turtki bo'lish kerakmi degan maqsadda so'ragandim. Sizga nima turtki bo'ldi ozishligingizga deb javob bergandilar. Sizga nima turtki bo'ldi? Meni ozishligimga, siz ayting, keyin aytaman. O'shanda ham aytdim shekilli. Men turtki bo'lganim shu oyog'im og'riydi, chap oyoq. Nagruska kelar edi. Keyin shu kiyim olgani borsam, to'g'risi aka, endi buni ochiqcha suhbat bo'ladi. Sig'maydi kiyim. Shunday. Yoshsan, hozir sen bunday sen ozishing kerak, o'sha odamlarning gapi o'shalar ta'sir qilib, stress borasiz, kiyim oling deysiz. O'zingizga ma'qul bo'lganini olasiz, sig'maydi, o'zingizdan o'zingiz zo'r bo'lib ketadi, odam nafratlanadi-da. Bu yoq suyak og'ir. Suyak oyoq og'riydi. Keyin shu turtki bu ham o'zim ozishlikka qiziqishim bor edi. Ham yosh oshnalarda oldida yuraydik. Sen hammaning ichida men bir yuraydim, yer tuk kelar edik. Bu bo'lmaydi. Keyin idolmida o'zi yoshmiz, endi
masalan 30-35 ga borganda hay sal semirsin. Ya unda ham semizlik kerak emas. Umuman semizlik kerak emas. O'zi umuman Ha, semizlik kerak emas haqiqatan. semizlik vobshe kerak emas. Semizlik Bilas, kerak emas. shu Yosh katta sizga kichikka rahmat, kerak shu emas. turtki Allohga boldingiz. shukr. Allohga shukr. Mana Sizga ham rahmat shu. shu paytda turar edik, jирный narsani, kuritsani qovurar edik, yedik soat 12-1da yo'taydik. Mana hozir to'g'ri ovqatlanamiz. Shunday. Ham zo'r, ham Ana shunday. salomatga foyda. Kim, ya'ni ozishlikni kim xohlasa, mana shu hozir ko'rib turgan insonlar kim xohlasa, albatta hammani qo'lidan keladi. Mana hozir Asadbekni rasmiga qarasalaring, dopostli rasmini qo'yamiz. Qanday inson, masalan, ozroq bu yerda iroda kerak, ozroq sizdan salgina bir maqsad kerak. Xudo xolasa albatta hamma ozadi. Ko'p kishi aytadi, men ozolmasam kerak deb o'ylaydi-da. Mana men ham masalan mana shu yerda hozir rasmim ko'rinyapti. Mana bu yoqda qarasalaring do'stlar, sizlarga ko'rinyaptimi? Mana qaranglar, mana shu yoqda mana bu ham men, mana bu ham men. Masalan, mana shunday paytlarimda hech qachon o'ylamaganman shu tabi ozishlikni. Keyin Asadbek ham ya'ni og'ir vaznda bo'lganda hech qachon o'ylamaganki shu tabi ozaman deb. Hamma ozadi agar harakat Yo'q, qilsa. men endi ketaman degan edim. Shu semizlik man ketsam kerak. Eshiklardan sig'may qolamanmi deb o'ylaganimda. Zo'r ekan. Agar bu siz to'g'ri ovqatlansan ekan, agar to'g'ri shu vaqt bilan qilsa, albatta men endi inshaalloh. boshidan yeb kelganman-da, bir haftada bir marta yey degan edingiz. Xo'sh, samsa yeganman, endi shu opalar bor, unda opa ayollarning nafsi yomon deydi-da. Endi o'sha bu hamma opaga emas-da. Yeb qo'yadi deb opalar o'zi aytadi-da. Bu gruppada aytadi shu marafonda. Ayol kishilar ko'pincha mendan so'raydi, necha oy desa 4 oy desam, voh deganday bo'ladi-da. O'sha uncha qiyin. 4 oy uzoqdek ko'rinadi, 4 oy. Uzoqda ko'rinadi, voh endi pasiyani grechka yeymanmikan shunaqa ovqat deb o'ylaydi, o'sha yasda shu fikr bo'ladi-da. Shunday. Endi men Yo'q, yana qotib qoldi-da. Hozir qayta qo'ng'iroq qilamiz Asadbekka. Alo. Qotib qoldi qandaydir. Svez yo'qmi? Svez. Keyinchi? Shu masalan Rasul akaga qo'yib qoldim-da, Rasul akaga malades. Rasul aka hammadan, umuman hali Rasul aka shunchalik irodali inson ekan, rosa havas qilsa arziydi. Qo'shildi. Boshida bir 4 ta 5 ta savol berdi. Boshida 4 ta 5 ta savol berdi. Bo'ldi. Hamma narsani tushunib oldi-da. Zehni juda ham kuchli ekan. Keyin aytadiki, hozirgacha mana shu Telegram darsligimizda, ya'ni Telegram marafonga qatnashdilar-ku. Telegram darsligimizda har xil doimda ko'rib turaman deydi-da. Har xil doimda ko'rib turaman. Shu 9 ta darsligimiz bor. Har xil doimda ko'rib turaman. Shu tobi yanada savol o'zi o'sha Telegram darsliklarini ko'rib savol qolmaydi o'zi uncha kishiga. O'sha aytganingizda men ham ora-orada kidaman. Hozirgacha ko'rib turar ekan. Yana ko'p savol beraman. Qarang, haqiqatan ham. Endi siz shunda 116 kilogramdan hozir 77 hozir 77 kilogramdamisiz? 77 kilogramdan. 77 da. 39 kilogram, ya'ni 39 kilogram minus. Bu juda ham yaxshi. Xudoga shukr, bu hammamizning yutug'imiz. Meni ham qaysidir ma'noda yutug'im, Allohga behisob shukr. Bu sizning yutug'ingiz, meni yutug'im, hammamizning yutug'imiz, Xudoga behisob shukr. Gruppani o'qiysizmi qanday? Qancha aka-ukalarimiz yozishdi. Alhamdulillah, shunchalik yaxshi natijalar, Xudoga behisob shukr. Mana shu chiqargan videolarimiz bari Xudoga behisob shukr shu yordam beryapti odamlarga. Endi negativchilar ham bor, ularga ham baribir bo'lib turadi. Negativchilar ular semirish kerak, ular xarob ozg'in kishida ular. Ular semirish, agar shu video masalan 100 mingta like olsa, agar shu obunachilardan olsa, bu aka semirish algisidan bitta video chiqaradi inshaalloh. Endi bu hamma videosi shu obunachilar boshqa gruppalarga ham podlista qilsa, shu akani kanali rivojlansa, masalan semiz kishi mana menga o'xshaganda qiynalib yurgan odamlarga yaxshi bo'ladi. Masalan birovning ukasi yo'q, akasi bor, masalan ko'radi, shu akaga ham rahmat deydi, masalan shu sababchi bo'ladi-da. Allohga shukr, siz sababchi bo'lib. Xudoga behisob shukr. Xudoga shukr. Men aytmoqchimanki, nimalarga e'tibor berdingiz? Ko'proq nimalarga e'tibor berdingiz ozishlik paytingizda? Nimalar bo'ldi ratsionsiz? Ko'p kishi hozir ko'p kishiga qiziqda mana shu savol. To'g'ri ovqatlanish, keyin shu vaqti bilan vaqt bilan yeyish, keyin shu grechka oddiy narsa, grechka sho'rva. Masalan, shu men oldimdan grechka ketadi, ketidan men ketaman-da. Ishga ham mana ba'zilar bu stroykada bahona qiladi-da, bo'lmaydi. Buni harakat qilsa bo'ladi ekan. Albatta. Siz aytganingizdek maqsad qo'ysa, Xudo xohlasa maqsad qo'ysa, albatta. Menda maqsad 75, 2 kilo qoldi. Xudo xohlasa endi shunga tushmoqchiman-da. Inshaalloh. 75 kilogram maqsad. 2 kilogram qoldi ya'ni. 75. Ya'ni boyim 73.
73 bo'yimda. Sizlar mendan ham o'tib ketdilaringiz. Ya'ni Rasul aka 46 kilogramm, sizda 41 kilogramm bo'ladi. Menda 30 kilogramm. Men 120 dan 30 ga tushgan bo'lsam, sizda o'zi odam bo'lmaganda haqiqatga bunisi ham o'zingiz bo'lgan. Shunday. Men Allohga shukr, buncha odam. Xudoga behisob shukr. Bir maslahat berasizda ham bo'lganda edi, shunday o'zingizda ham. Ko'p kishiga qiziq bo'ladi hozir va hozirgi savolim boshlanishiga nimadan qiynaldingiz, masalan, boshlab olishga? Boshlab olishganmi? Nimadan qiynaldingiz? Qarash shu. Yo, qiynalganingiz, masalan, qiynalasiz-ku, qilgingiz kelmaydi, bir xil payt nimadir yoqmaydi. Nima qiynadi sizni boshida? Maqsad qo'yish kerak. Shu odamlarni o'zi odam nima deydi? Ozishlikni qo'yib qo'ydimda maqsad. Maqsad qo'ydingiz, ha? Keyin maqsad qo'ydimki, chunki men o'zishim kerak. Bu odamlar sen qila olmaysan, o'zmaysan deganda qiyin emas. Boshida bir hafta, ko'p ketsa 10 kun qiyin bo'ladi. 10 kundan keyin u tushib ketadi. Demoqchisizki, maqsadni yaxshi qo'ysa, shtab qiyinchilik ham bilinmaydi, ya'ni, ha. Qiyinchilik bilinmaydi, shu ma'noda, masalan. Maqsadi bo'lmasa, masalan, to'ppa-to'g'ri aytasiz. Maqsad bo'lmasa odamda ozsam ozaman, ozmasam ko'raman-da deb kirsa, ko'raman. Unda maqsad yo'qmi? 3 kundan oshmaydi, tashab ketadi. Men qila olmas ekanman deydi. Lekin bir kishi hozir ko'plab aytaman. 100 kilogrammisiz, misol uchun 100 kilolik odam 70 kilogrammga tushaman deb maqsad qilsin, bel bog'lasin, albatta tushib keladi. Ko'plab aytaman. Sizda ham mana maqsad, maqsad, demak aytayapsizki, maqsad qo'yish kerak, shtab qiyinchiliklar ham bilinmaydi. Endi oldin grechka yeganmisiz? Grechka? Yo'q, grechka oldin uncha yemaydim. Men endi mana shu siz tufayli grechka qoldim. O'zi meni birinchi o'qitdim shu grechkani. Endi u grechkani ham nima fantaziyalarman yesa, grechka ham zo'r ketadi. Grechkani qovurilgan go'shtdan zo'r. Shunday. Yana men bugun bitta fantaziya o'ylab topdim. Skоворodkaga qanday bir chiroyli pishirishdi. Ya'ni dangasalar ovqati bo'ladi-da, juda ham dietический bo'ladi-da. Shoshilgan paytingiz, eringan paytingiz juda ham bir yaxshi narsani o'ylab topdim-da. Xudo xolasa uni ham video qilib chiqaramiz inshaalloh tez kunda. Menga o'xshagan dangasaga, men to'g'risi aka boshida yuradim. Qadam yurmaydim, shu sizga tashlaydim-ku, siz keyin o'zi birontaga unday baho bergan yo'qsiz. 2 baho deganingizda. Bugun 2 baho dedi, O'sha turtki bo'ldi-da. Bilasizmi, o'sha turtki bo'ldi-da. Shu sizga rahmat. Chunki siz 2 baho degan edingiz, o'sha o'zim boshqacha his qildim-da, masalan. Chunki siz to'g'ri qildingiz. To'g'ri qildingiz. Shunday. O'shanda bahongiz 2 bugun sizga mayli uch qo'yaman, qarzga qo'yaman deb sizdan oqildim, xafa bo'lmadingiz shunda? Yo'q, xafa bo'lmadim, chunki menga o'sha turtki bo'lsa. Men aytdim. Albatta, shunda sizlar harakat qilasizlar-da. Shunda harakat qilasizlar, shtobi. To'g'ri qilasiz ekan. Ana shunda men 1 kilo 100 gramm kuniga tashladim-da aka. O'sha paytlar keyin. O'sha payt zo'r tashladim. Chunki hozir siz mana gruppada aytmadingiz-da, biroq aytishingiz kerak. Chunki bu sal ko'yib turmasangiz ham bo'lmaydi. Endi yo'q, endi opa-singillarimiz bo'ladi-da, ularning ayrimlari endi hozir juda ham ko'p kishi bo'ldi. Ayrimlarini ko'ngliga tegsa, ko'ngliga qarab yaxshi anoq qilib nima qilaman-da men. Nima desam bo'ladi? Shu shtobi qolipiga solib olib boryapman-da. Hammaga ham. Chunki siz joy boshqa bo'lganda edi, borayoq qilsan qilasan deydi masalan-da. Yo'q, kurashamiz, birgalikda kurashamiz albatta. U bizga ishonib, xudo xolasa ozishlikka ishonib kirdimi? Albatta qilamiz. Keyin svязdanmi deyman. Svязь yaxshi. Sizda ovoz kelyapti. Kelyapti ovozingiz. Ayrimlar kirib keladi-da, hozir kelib savol, ya'ni marafonga qo'shilishdan oldin bugun bir сообщение keldi. Aytadi, men qanaqa qilib olsam bo'ladi deydi. Men aytdim, parhez bilan to'g'ri ovqatlanish bilan olsangiz bo'ladi desam, aytadi, men dieta qilmay olsa bo'ladimi? Dieta qilmayman men lekin deydi. Yo'q, to'g'ri ovqatlanish u qanday qilib olish mumkin? Nima maslahat berasiz deydi. Nima maslahat berishingiz mumkin? Masalan, aralashtirib yeng. Qanaqa qilib nima maslahat berasiz masalan? To'g'ri ovqatlanish bilan, yo men deydi dieta qila olmayman deydi. Qanday nima maslahat berasiz? Men deydi, mana shunchaki ozishim kerak deydi. 20 kilogrammga ozadigan kishi oson emas, albatta, shu muayyan bir narsalardan kechib turish kerak. Masalan, shakarli narsa, yog'li narsa, hamma ko'rsatilgan narsalarni yeyish kerak, tavsiya qilingan narsalarni. Buni hamma eplaydi, hamma amallaydi. Bu hammaning qo'lidan keladi ozishlik. Qiyin emas. O'shani kishilarga tushuntirish juda ham qiyin. Mana hozir kimda-kim mana shu rolikimizni ko'rsa, mana shu Asadbek yoshlari 25 da, ya'ni aka-ukalarimiz ko'radi. Albatta sizlar ham yoshlaring necha bo'lishidan qat'iy nazar, albatta ozasizlar, albatta. Hammaning qo'lidan keladigan ish bu ozishlik. Bu boshida ozroq 3 narsani bildim-da aka, 3 narsa bo'ldi-da. Menda shu oq shakardan, keyin yog'li narsa, keyin nondan voz kechdi ekan, tez ozadi-da odam. Shunday, albatta. 3 narsa menga bilindi-da, bilintirdi-da. Masalan, endi ora-orada siz ham yog'li yeb bir haftada deysiz-ku.
meniki yetib keldim boshlanadi. Ha. To'g'risida endi tangasalik qilib keyin ham ishdan salimomni yeb keldim. Nima u Rasul akaga qo'yib qoldim, yemaganman dedi-ku. Hali Rasul aka bilan rosa ko'p gaplashgan. O'zdim shunda ham. Ha. Allohga shu bilan o'zdimda. Men Do'stlar, kimning xabari bor, kimning xabari yo'q. Biz ozishlikka oid 3 oylik kurs ochganmiz, ozishlik kursi. Biz bu yoqda sizga maxsus video darsliklar taqdim qilamiz, maxsus menyu tuzib beramiz, maxsus kontrol bo'ladi. O'zingizni nazorat qildirib turish imkoni bo'ladi sizda. Yegan narsalaringizni bizga jo'natasiz. Mumkin emasligini biz aytamiz. Kunning xohlagan qismida o'zingizga savol tug'ilsa, ozishlikka oid to'g'ridan-to'g'ri menga yuborish imkoni bo'ladi va mendan so'rash imkoni bo'ladi. O'zimning nazoratim ostida. 3 oy men bilan birga bo'lasiz, umumiy guruhimiz bilan birga bo'lasiz, umumiy darsliklar kanali bilan birga bo'lasiz. 3 oy biz bilan birga ozishligingizni yo'lga qo'yishingiz mumkin. Biz qilgan xatolarni siz qilmasdan, biz sizni tez muddatda ko'zlagan maqsadingizga erishishingizga yordam beramiz ozishlik bo'yicha. Mana shu raqamlarga yozing. Mana shu raqamlarda sizni kutamiz. Telegramga qo'shiling. Biz qilgan xatolarni qilmasdan tez muddatda ozishlikni yo'lga qo'yib qo'ying. Mana shu aka-ukalarimizga o'xshab muddatda yetib borasiz. Masalan, men 5 oy, 6 oyda 30 kg tashlagan bo'lsam, siz 3,5-4 oyda biz tushgan chuqurlarga tushmay, biz qilgan xatolarni qilmasdan tezroq yetib borish imkoni bo'ladi sizga. 15 yoshdan yuqorisi, ayol erkak farqi yo'q. Qo'ng'iroq qilinglar, bog'laninglar biz bilan Telegram orqali va marafonimizga qo'shilinglar.